12 kun oldin kelganingizda nima kasalliklaringiz bor edi? Bosh og'riq, qon bosimi, bel og'riqlar bor edi. Hozir mana 12 kun ichida sog'ligingiz qanday bo'ldi? Soppa sog'man. Bosh og'rig'i necha kunda yo'q bo'ldi? Bosh og'rig'i 3 kunga yo'q bo'ldi. Qon bosimchi? Qon bosim ham shunday. 3 kunga soppa sog' bo'ldim. Qon bosimingiz nechigacha ko'tarilardi? 140-150 ga ko'tarilardi. Ha, hozir oshyaptimi, oshmayaptimi? Hozir bilinmaydi ham, o'lchamaymiz ham. Oshmay ham qoldi. Yo'q. Bel og'rig'i nima bo'ldi? Bel og'rig'i ham yo'qolib ketdi. Bizo taqmay qo'ydimi? Yo'q. Mana shu yerda aytgan narsalarimizni bajarganingizdan keyin sog'aydingizmi? Yo yana bir boshqa bir muolajalar oldingizmi bir joyga borib? Nimadan sog'aydingiz? Shu yerda mashqlar, dars o'tgan darslaringizni aytganlarimni bajardingiz? Aytganlaringizni bajardik. Bajarib sog'aydingiz, to'g'rimi? Soppa sog' bo'ldi. Odam dori darmonsiz sog'ayganini o'zi amalda ko'rdingiz-a? Boshqa odamlar ham kelsa, shu yerda sog'ayarmikin, nima deb o'ylaysiz? Endi boshqa odamlar ham kelsa, agar siz aytgan nimalarni bajarsa, soppa sog' bo'lib ketadi. Bu yerda aytilayotgan narsani kasalxonada vrachlar bemorlarga o'rgatadimi, o'rgatmaydimi? Endi o'rgatmasa kerak, shuni bilmasa kerak bu narsalarni. Siz kasalxonada yotganmidingiz? Yo'q, men yotganim yo'q. Yotmasdan shekilli to'g'ri keldingiz-a? To'g'ri kerak. Endi qarang, insonning ichidagi kasallik psixosomatik muhit borligi oqibatida paydo bo'ladi dedim. Sizni ichingizda ham nimadir bor ekan, o'sha narsani bartaraf qilganingizdan keyin sog'aydingizmi? Kasalligingizni sababini tushundingizmi, tushunmadingizmi? Kasallikning sababi bu xayol, bu xayoldan bo'ladigan narsa. Asabni charchatgan ekansizda. Asabni charchatgan. Shuni hisobidan shu kasalliklar. Hozir asablaringiz joyiga keltirib oldingiz-a siz? Soppa sog'. Soppa sog'siz.